Assalomu alaykum. Hurmatli Salomatlik sirlari kanalimiz aziz obunachilari. Bugun yana sizlar bilan birgamiz. Demak, bugungi gaplashadigan mavzumiz o'tgan gal ham gaplashuvdik. Videoning sifati pastligi hisobiga buni qaytadan olib chiqyapmiz. Bugungi gaplashadigan mavzumiz Xitazan haqida bo'ladi. Xitazan asosan ko'p firmalar tomonidan ishlab chiqariladi. Eng yaxshisi bu Tianxi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladigan Xitazan hisoblanadi. Birinchilardan bu ishlab chiqarilishni ushbu kompaniya boshlagan. Effekti ham yuqori, foydasi yuqori bo'lgan mahsulot o'sha Tianxida ishlab chiqariladi. Endi bilasiz, Xitazan tozalash uchun kerak. Nima uchun organizm tozalanishi kerak? Hozirgi kunda atrof muhit o'zgarib boryapti. Atrof muhitda sanoat chiqindilari, turli xil gazlar, undan tashqari turli xil transport vositalar sonining ko'payib ketishi misol qilishimiz mumkin. O'sha sanoatdan chiqayotgan gazlar atrof muhitda ifloslanishiga, ifloslangan atrof muhitdan bizni o'simliklar yetishtirishimizga, o'simliklar o'sha atrof muhitda nafas olishiga, hayvonlar nafas olishiga va o'sha nafas olish nuqtai nazaridan ushbu chiqindilar va toksinlar o'sha bizni qabul qiladigan mahsulotlarning tarkibiga o'tishi bilan taqqoslashimiz mumkin. Undan tashqari har bitta ishlab chiqarilayotgan mahsulotda yoki bo'lmasam bizga taklif qilinayotgan bozorlardagi mahsulotda tabiiylik yo'qolib boryapti. Tabiiylik, ya'ni bilasiz, tabiiy mahsulotlarda vitaminlar ko'p bo'ladi, minerallar ko'p bo'ladi, aminokislotalarga boy bo'ladi. Organizm uchun kerakli barcha foydali kerakli masala o'sha foydali vitamin va minerallar mavjud bo'ladi. Endi bilasiz, ximik mahsulotlar, ximik aralashma bilan tayyorlangan mahsulotlarda ushbu vitamin, minerallar mavjud bo'lmaydi. Ko'proq ximikatlar mavjud bo'ladi. Bu ximikatlar bilasiz, toksin yig'ilishi mumkin bu ximikatlarni qabul qilishimiz orqali. Undan tashqari turli xil spirtli mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Undan tashqari qaraydigan bo'lsak, gazirli napitkalar ishlab chiqarilyapti, o'sha ximikatlar aralashtirib. Yoki bo'lmasam salqin ichimliklar ishlab chiqarilyapti. Bularning hammasi organizmda toksin shlaklarning yig'ilishiga va o'sha toksinlarning ko'payishiga sababchi bo'ladi. Va ko'rib turibsiz, hozirgi kunda ushbu toksin shlaklarning yig'ilishi oqibatida hattoki yosh bolalarda ham allergik kasalliklar rivojlanib boryapti. Allergik kasalliklar, jigar kasalliklari, buyrak kasalliklari, boshqa autoimmun kasalliklari rivojlanib boryapti. Bundan tashqari turli xil dori-darmonlar ishlab chiqarilyapti. Mana ko'rib turibsiz, antibiotiklar, palapartish antibiotik qabul qilish, turli xil dori-darmonlarni qabul qilish, uni organizmga chiqara olmay sarsonimiz chiqadi. Endi ushbu holatda bizga yordamga keladigan narsa bu Xitazan hisoblanadi. Xitazan bilasiz, bu tabiiy polimer, demak, tabiiy tusdagi polimer hisoblanadi. O'sha dengiz qisqichbaqasi krabidan olinadigan postidagi o'sha yuqori qismidagi postloq qismi deymiz, o'sha yerdan olinadigan mahsulot hisoblanadi. Tianxi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladigan Xitazanda 85% Xitazan hamda 15% xitindan iborat tarkibi. Bu mahsulot yaponlarning oshxonasida muntazam mavjud mahsulotlardan bittasi sanaladi. Har kunlik ozuqasi tarkibiga kiritib borgan ushbu mahsulot yaponlar. Sababi Yaponiyada bilasiz, atom bomba tushishi hisobiga, Yaponiyaning ikkita shahariga o'sha atom bomba tushishi hisobiga o'sha shaharda ekologik vaziyat buzilgan. Endi shunaqa buzilish vaziyatda ham insonlar uzoq umr ko'ra boshlagan. Nimani hisobiga? Xitazan hisobiga.
Endi xitazonni kelib chiqish tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, ilgari xitazonni hayvonlarga berishgan. Insonlarga emas, hayvonlarga berishgan, o'simliklarga berishgan. O'sha berilgan vaqtida hayvon bilan o'simliklar kasal bo'lmagan. Uni o'sha hayvon go'shtini yegan, o'simliklardan mevasini yegan insonlar ham kasal bo'lishmagan. Sababi bu mahsulot o'sha hayvon va o'simliklarni immunitetini tartibga solgan va immun sistemasini shakllanishiga yordam bergan ajoyib vositalardan bittasi sanaladi. Atrof muhitga moslashishiga yordam bergan. Endi bizani ushbu atrof muhitga moslashishimiz uchun bizga xitazan kerak. Birinchi navbatda immun sistemamizni tartibga soladi, me'yorlashtiradi. Yuqori bo'lsa pastga tushiradi, past bo'lsa yuqoriga chiqaradi. Past bo'lsa bilasiz, turli xil infeksion kasalliklar, infeksion tusdagi yallig'lanish kasalliklari, yuqori bo'lsa avtoimmun kasalliklar rivojlanishi mumkin. Immunitetni tartibga soladi. Ikkinchi navbatda oshqozonda hamda ichakdagi kislota ishqor muhitini bir xil me'yorda saqlab beradi. Organizmni toksin shlaklardan tozalaydi. Toksin va shlaklardan tozalaydi. Bitta yo'g'on ichakda emas, jigarga ham detoksikatsiyasiga yordam beradi. Detoksikatsiyaga yordam beruvchi mahsulot. Ya'ni jigarda vaqtincha qisman vazifasini bajarish xususiyatiga ega. Jigarga yordamchi vosita sifatida qatnashsa, jigar dam oladida, o'sha dam olish nuqtai nazaridan o'zini hujayralarini tiklab olishi mumkin. Nagruzka kamayadi. Undan tashqari buyraklarni tozalaydi. Mochivoy kislotani normaga keltiradi buyrakda. Podagra kasalligiga chalinmasligimiz uchun yoki turli xil kristallizatsiyaga uchrab, o'sha kristallar paydo bo'lmasligi uchun, buyrak tosh kasalligi yoki buyrak yetishmovchiligi kasalligiga chalinmasligimiz uchun, demak, mochivoy kislotani normaga keltiradi. Podagra kasalligiga chalinmasligimiz uchun. Undan tashqari limfani tozalaydi. Ya'ni limfalarimiz toza bo'lganda, bilasiz, turli xil rakviy ob-hollar paydo bo'lmaydi. Infeksiyalarga chidamli bo'ladi organizm. Limfatik sistema agar bir ishdan chiqsa, turli xil infeksion kasalliklar rivojlana boshlaydi. Turli xil infeksion kasalliklar. Limfani tozalash hisobiga bizning immuniy sistemamiz tartibga solib beradi. Rakka qarshi xususiyati ham mavjud. Kalsiyni organizmdan kalsiyni so'rilishiga yordam beradi. Turli xil osteoxondroz, osteoporoz yoki boshqa shunga o'xshash tayanch a'zolarimizni kasalliklarini bartaraf etishiga ko'maklashadi. Hayvon kletchatkasi ichakning mikroflorasini tiklashga yordam beradi. Demak, qondagi qand miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Oshqozon osti bezini tozalab, oshqozon osti beziga ferment ishlab chiqarish faoliyatini tiklashga yordam beradi. Pankreatitda o'sha turli xil o'sha chap tomondagi og'riqlarni pasaytirib, oshqozon osti bezi faoliyatini tiklab berish xususiyatiga ega bo'lgan ajoyib mahsulotlardan bittasi sanaladi. Undan tashqari mahsulotlarga joylashtirilgan maxsus ionlar zamburug'lar, parazitlar, mikroblar, viruslarga qarshi organizmning chidamlilik xususiyatini oshiradi. Demak, o'sha organizmga ham yordam beradi ushbu parazitlardan qutulishga, mikroblardan qutulishga, undan tashqari viruslarga qarshi organizm chidamligini oshirib beradigan ajoyib mahsulotlardan bittasi. Zamburug'lar bilan yaxshi kurasha oladigan, zamburug'larni populyatsiyasini to'g'ri yo'g'on ichakka olib borib joylab qo'yadigan asosiy mahsulotlardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni o'sha sistemli kandidoz bilan kasallanganlar, ya'ni o'sha psoriaz, turli xil teri kasalliklari bilan kasallangan insonlar, bilasiz, o'sha zamburug'lar terigacha chiqib ketadi. O'sha terigacha chiqib ketgan zamburug'larni joyiga, o'zining populyatsiyasi bor, yo'g'on ichakda yashashi kerak zamburug'lar, o'sha joyga joylaydi. Olib borib, demak, o'sha o'zingni joyingga bor, o'zingni joyingga yasha degan ko'rinishda immunitetni tartibga soladi. Immunitet o'zi olib borib, o'zini yashaydigan joyiga joylab qo'yadi, o'zini uyiga joylaydi. Bunday olib qaraganda. Demak,
psoriaz kasalligi bilan, turli xil teri kasalligi bilan kasallangan insonlar ushbu mahsulotini qabul qilish orqali o'sha kasalliklardan forig' bo'ladi. Demak, sizlar bilan bugungi gaplashadigan mavzumiz shu haqida edi. Demak, o'sha xitazan haqida. Xitazanni endi qo'llash tartibi. Xitazan bilasiz, tabiiy mahsulot, lekin buni effekti yuqori bo'lish uchun Tianchi kompaniyasi ajoyib kombinatsiya yaratgan. Antilipidniy choy, yog'larga qarshi choy. O'sha yog' kerak organizmga. Foydasiz yog'lar uchun choy hisoblanadi. Bu ham xolesterinni pasaytirishga yordam beradi. Xitazan ham organizmdan yomon xolesterinning chiqishiga yordam beruvchi tabiiy vositalardan bittasi. Ingichka ichakda yoki yo'g'on ichakdagi yog'larni o'zi bilan so'rib olib, tashqariga olib chiqib ketadi. 6 xil Xitoyning oliy navli choyidan tayyorlangan ajoyib mahsulot hisoblanadi. Ikkalasini birga qo'llaganda effekti 1 ga 2 yuqori bo'ladi. Demak, bugungi gaplashadigan mavzumiz xitazan hamda antilipid choy haqida edi, lekin antilipid choyning xususiyati haqida keyingi mavzularda gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like, podpisatsiya bo'lmaganlar podpisatsiya bo'lib qo'ying. Foydasi tegib qolar.